2. qismi. Әтігәлік наштыдың кейін Almira çini qaçılarını yığıştırıp qazan beşini pak-pakiz tozlab chiqdi. Navra acham Almira'nın bu hareketlerge bekli hayran qaldı. Almira qo'llarini sürtkeniçe aldırab yenimga kelib, akşamki hikayenin ahirini aytib berishini tilab qaldı. Men Abdullah hikayeni başlay deb turishimga tuyuqsiz Almiraga telefon kelib qoldi. Telefon Almira'nın eng yaqin do'stidan kelgan bo'lib, do'stining aytishicha, ularning uyiga bugun savodashlar yig'ilmoqchi ekan. Shunga Almira'ni tezroq kel deb telefon qilgan edi. Almira hikoyaning davomini qaytib kelib anglaydiganligini bildirib, tayyorlik qilish uchun hujursiga kirib ketdi. Bugun hadamlar etizga bormadi. Hadam tushlik tamoqqa tayyorlik qilish uchun ko'ktat axlashga boshladi. Men Navr hadamning yo'ldoshi aytgandala o'zib kelgan o'riklarga eg'iz teggach, hadamdan tunugun tosh ustida yo'liqtirgan hilqi sirliq ayol haqida savol so'rdim. Hadam o ayolning dal biz bilan bir mahalda tug'ilganligini, ismining Gulshan ekanligini aytganida tuyuqsizla kichik chog'larimda qalbimga cho'nqur o'rnab ketgan hilqi amroq oshiq mashqlar esimga keldi. Bizning mahalla daldiriqlar bilan o'ralgan bo'g'ashqa yoz yetib kelishi bilanla mahallamiz intayin go'zallashib ketadi. Ujmilik yo'llar, itiz bo'ylaridagi chakanda jiydiliklar, biz doim bolalar bilan suv chimiladigan o'stan. Bular yuragimda mangulik o'rnab ketgan go'zal bir kartina edi. Men u oshiq mashqlarni dal 10 necha vaqtimdan boshlab ko'rgan. Mayli ujmilik yo'llarda yoki o'stan bo'yidagi so'ygatlikda bo'lsin, ular hamisha paranglashgan, bir-biri bilan chaqchaqlashayotgan, bir-biri bilan qo'g'lashayotgan holatda uchrashib turadi. Ularning muhabbatiga hamma shunchalik havas qilishadi. Biz shu chog'larda ularni Tahir Zuhralar deb atashdik. Keyin men to'liqsiz o'tira maktabning 3-yilligiga chiqqan vaqtimda ularning tuyuqsizla boshqa bir yurtga ko'chib ketganlik xabarini anglagan edim. Ana shundan keyin Hilqi Tahirning mashqi Zuhrani o'chirtib baxmagan edim. Uni ko'ribla tunish his qilganim bekor emaskan. Demak, mening ko'nglim to'yibdi, his qilibdi. Ular bu yurtga kelgandan keyin Zuhra, ya'ni Gulshan hadam zodi kimga yotliq bo'lgandi. Men buning javobini olish uchun Navr hadamdan so'radim. Hay, enim. Bu to'g'riliq gap bo'lsa, odamning yuragi og'riydi. Sarvi qizga bekli o'g'il bo'ldi. Buningdan 15-16 yillar ilgirki ishdan bu. Atiyazning ma'lum bir kuni oila besatini bosgan Sharq Shamili markali cho'ng bir mashina yerim kechida Tuvanki mahallaga keldi. U chaqlarda Almira Aran 4-5 yoshga kirgan bo'lib, biz mutexi uy ayrimag'ashqa cho'nglar bilan birga o'ltiratdik. Shu chaqlarda savdo setiqi mahir bir qo'shnimiz bo'ladigan. Ular Urumchidagi tuqqanlarninki uyini setib elibla, qo'ro joyini tashlab Urumchiga chiqib ketgan edi. Ularning uy qo'ro zimini xeli cho'ng azodi edi. Ular ayni chaqda tuyuqsizlar chiqqashqa hammamiz bakli cho'chib ketgan edik. Texi qo'shnimiz Urumchidan qaytib kelgan o'xshaydi deb o'ylagan edik. Yo'ldoshim ishkimiz cho'nglar sirtqa chiqsaq qo'shnimiz bo'lmasdan Sarvining uydagilar ekan. Men ularni to'nig'ashqa o'zaro tonishlik berib, hal ahvol so'rashib, ularni uyga boshladik. Biz Sarvining ota-onasiga yordamlashib, jabduqlarni to'shishga yordam qilib joylashtirib berdik. Sarvining ota-onasi bakli yuvosh, esil odamlar edi.
odamgarchiligimi bor. Jahonda yurtidan ayrilib, uy ko'chishdimi tas ish bo'lamdi. Ular dastlabki kunlarda ko'chib kelish sababini aytib, yeshining cho'ngib qolganligini, oxirgi umrini bo'lsimi, ota-onasi tuqqanlarining tuproq beshiga yaqin mahallada o'tkazgisi borligini, yaxshi kunning yomon bo'lib qolsimi, cho'nglar bilan bir yerga dafn qiling'isi borligini aytdi. Shu chaqda o'xsam, Urumchiga chiqib ketgan savdogar qo'shnilarimiz dal Sarvining otasi Habibulla akaning yiroq bir tuqqani ekan. Ular badikaldi qilishni uzib qo'ymag'ashqa, uyni ularga berib atgan ekan. Ular bizni o'z ko'rib, turmushdagi hamma ishini bizga deydi. Ilm berim, kirib chiqish munosabatlarda ba'ayni tuqqanlardaglar bo'lib ketgan edik. Shu chaqlarda bu butun yurtdagilar ularni qarshi oldiganligini bildirib, uylariga chaqirishib, o'zaro tanishdi. Ularning bakli yuz obro'yini qilishdi. Ular ko'chib kelib uzoq o'tmay, Sarvi qizning to'yi bo'ldi. Lekin to'y bo'lib ikkinchi kuni Sarvi bosh ko'zi ko'kirib, ishib ketgan holda qaytib keldi. Shu chog'da anglasak, Sarvi yotliq bo'lgan uni pok emaskan deb rosa urib tillab, atsli hidini bergan ekan. Asli Sarvi qo'shni yurtga yotliq qilingan edi. Shu ish bo'lib, bu yurtda bekmi so'zjo'ja ko'plab ketdi. Habibulla akam bilan Gulnisaxon hadam to'li yig'lab sirtqa chiqolmay, o'rin tutib yetib qoldi. Ular shu yetib qolgancha faqat yaxshi bo'lib ketolmadi. Gulnisaxon hadam u sal yaxshi bo'lib qolgan bo'lsa-mu, Habibulla akamning ahvoli bakli yomonlashib ketdi. Oradan uzoq o'tmay, mahallamizdagi yurt jo'nlari Habibulla akani xotirjam bo'lsin deb Sarvi qizni yuqorqi mahallamizdagi Qodir ismlik 4 bolasi bor bir erga qo'shib qo'ydi. Qodir ismlik u erning ayoli 4-bolasini tug'ibla, oradan uzoq o'tmay Qodirdan ajrashib ketibdi ekan. U odam bizdan 4-5 yosh cho'ng bo'lib, mijazi bektus edi. To'ydan keyin Qodir ismlik u odammo Sarviga bek zulm qildimi qandoq, tuyuqsiz yamanlab qaytib kelganicha ota-onasiga yig'lab tizlanib yurib, o'zini Qodirdan ayirib olishni o'tinibdi. Sual so'raqdan Qodirning uni xo'rlaganligi ma'lum bo'lib, oxir uni o'ngishli ajratib oldi. Habibulla akaning salomatligi bargan siri nacharlab qishning sovuq bir kechasi tugab ketdi. Navradam so'zlab shu yerga kelganda, tuyuqsizlar Navradamning yo'ldoshi Davud aka bizga ussizlik ilib keldi. Voy. Sizlar verib ustamı ketgansizlar. Usmudinglarmi ya? Ha, qani, usuq ichinglar. To'xo jinida 2 qatim suv ichib bo'ldi. Ha? Ilanga ukam. Ma'qul. Sarvi uyning eng kichigi bo'lib, uning yana 2 ochisi bor edi. Oradan uzoq o'tmay, Sarvining opasi Gulnisaxon hadam tugab ketdi. Bechora qiz shunda qilib, ochilarni qo'shmaganda iyigicha aqsiz qoldi. Asli burun Sarvi bir yigit bilan muhabbatlashib ekan, lekin cho'nglar qattiq qo'shilmabdi. Men tug'ilib o'sgan yezidagi uyimga berish jarayonida haqiqiy ahvolni bilib bo'lgan edim. Sarvining opasi Gulnisaxon hadam Sarvining tunji to'ydilar hidi berilganda yig'lab turib menga bo'lgan ishlarni so'zlab bergan edi. Lekin sizmi bilasiz, hammadan turmushda so'z-jo'jak bek yomon. Shu ishdan keyin ota-onasi kasal bo'lib o'rin tutib yetib qolg'ashqa, Sarvining ochilari uningga azor bermagan. Lekin shundaqdimi qayrindosh degan yanada qayrindosh. Apis tugab ketgandan keyin ular Sarviga bir mazgil
obdan ko'z quloq bo'lib holidan xabar oldi. Ota-onasidan qolgan terilg'u yerlarni ijaraga ko'tirib berib etib, ijara pulini turmush xarajati qilib o'tdi. Gulnisoxon adam tugab ketib 1 yildan keyin ochilari sening hamon turmushing bo'lishi kerak deb ko'p nasihatlar bilan uni cho'ng hadisi yotliq bo'lgan Sögetlik yezdiki bir erga yotliq qildi. Kim bilsin, o er uchiq chiqqan aroqkash qimarvoz bir nemikan to'y bo'lib 4 oyga barmay Sarvi ko'rmaganni ko'ribdi. O er Sarvining oltin zibzinatlarini setish bilan qolmay, uydik pulga yorug'idagli jabduqlarni setib, hech nimasini qo'ymabdi. Hatta Sarvining ota-onasidan qolgan yerning bir partisini setishga majburlab sotqizibdi. Sarvi yana ajrassam, bekli yomon atoqqa chiqib qolamanmi deb o'yladimi? Erini o'zgarib qolar deb xeyli chidashlik beribdi. Ammo qon bilan kirgan xo'yjon bilan chiqadi deb Sarvining ko'rgan xo'rliqlari chekiga yetib oxiri tashkil orqali ajrashib ketibdi. Ana shuningdan keyin ko'ch-ko'ylarda, mahallada Sarvi to'g'riliq gaplar faqatli besiqmidi. U so'zjo'jak chidamay, ochilarining uyida turaverishga yuzi chidamay uyga qaytib keldi. U qizning shu chog'dagi bechora holati mangu ko'z oldimdan ketmaydi. U menga qon yig'lab turib dardini to'kkan edi. Nisoxon acha, bu hayot nimacha rahimsiz. Ota-onamning qon qarindoshlarimning so'zini anglab har qatim yotliq bo'lganimda yaxshi ayol bo'lib, shu uyning mangulik a'zosi bo'lishga shuncha tirishchilik ko'rsatdim. Urib tilisimi, xo'rlisimi tishimni tishladim. O'zgarib qola, insonini tepib qola. Ularni adam tuqqan, yuragi go'sht deb o'ylab tikanman. Men ularning ko'ziga sig'midim-mi yoki taqdirim shundaqmi? Yaxshi bir oila qurish menga nasib bo'lmadi. Bizni ayollar nimacha ajiz. Biz ayollar mushunda xo'rliq ichida tug'ilganmi? Yaxshilar, sabr qiling. Ayning 15 qarong'u, 15 yo'ruq deydi ekan. Har qachon sizga yo'ruq kunlar az qoldi. Ilgari ta'lingiz kelmagan bo'lsa, buningdan keyin kelib qola. Yo'q, acha, navada. Er degan ashundoq bo'ladigan bo'lsa, men bir umr to'l o'tib ketishga roziki, endi hargizmi to'y qilmayman. Hargizmi to'y qilmayman. Shu chog'da u yig'lagan peti uyga chiqib ketdi. Vaqtning o'tishi bilan yurtda so'z-jo'jaqlab ketdi. Uning kichik ochisi turmushing bayashat o'tidi deb yeshi 50 dan oshgan bir cho'ng odamga uni yotliq qilishga urindi. Lekin Sarvi qat'iy niyat kelib bo'lganmi qandoq, u to'y qilishga qat'iy qo'shilmadi. Ochisi har xil vositalarni qo'llandi. Ayollar kadrlarini o'ttirg'i soldi. Biroq uni hadi güzelmedi. Ahir ochisi uni ig'ir sattillar bilan tillab, "Amisi bir umr mushundaq yomon atoqliq bo'lib, xarilib o'tib ket. Sendek singlim yo'q." Shundaq deb tuqqandarchilikdan kechib, uning bilan kari bo'lmadi. Sarvi to'li yig'lab, kun-kunlab uydan chiqmadi. Tashkilmo uningga ko'p xizmat ishladi. Lekin uni to'y qilishga ko'ndirolmadi. Shu kunlarning birida u qattiq qizib qopti. Navoda ishkining 2 kun taqaq turganligini ko'rib,
Kayni eshikdan buzib kirmagan bo'lsak, u shu yotqancha o'lib qolar ekan. Bechora qiz holidan xabar elishimiz bilan asta o'ngshilishga boshladi. Lekin hech kimga gap qilmaydi. U sal mag'durga kelgandan keyin yurish turishi hozirqidek benormal bo'lib qoldi. Bizmi yangi salgan uyga ko'chishga tayyorlik qilib, uningdan ahvol so'rab bo'lolmadik. Shuningdan keyin ko'chalarda sarvi sarang bo'lib qopti degan gap tarqaldi. Kichik bolalar uni nada ko'rsa tosh otdi, uni o'rvalatdi. Yoshqi cho'ngroqlar sarvini bo'zaq qilganlarni ko'rsalar, jonjagli bilan ularni adablaydi. Tashkil uni davolatish uchun shaharlik doktorxonaga apargan bo'ldi. Ammo hech qanday unumi bo'lmay qaytarib keldi. U garchi benormal bo'lib qolgan bo'lsa-mu, osh tamoqni bir nima qilib etdi ekan. Men shuningdan keyin uni tashlab qo'ymay, ta hozirgacha yaxshiroq tamoqlarni qilsam sunib turdim. Har qatim non yoqsam, opirib berdim. U nonlarim tig'i yetarlik deb elishga unmaydi. Har qatim u meni ko'rsala, yum yig'lab turgan ko'zlarini mendan ep qochadi. Onunga behla o'val bo'ldi edi. Rostla behla o'val bo'ldi. Tashkil uning nervisining ojizlab qolganligini ko'zda tutib, yordam pullarini berib turadi. U qachon o'shundoq bo'lib qoldi, shu kundan boshlab akamiz ikkimiz uningga tava yerlarni ko'tarib berish ishlarini o'qishib, xarajatni aniq xotirlab, uningga turmushga lozimli narsalarni olib beryapmiz.